27-fevralga o'tar kechasi Pokiston Afg'onistonning yirik shaharlari jumladan poytaxt Kobuldagi nishonlarga zarbalar yo'lladi. Pokiston tomoni bu zarbalar afg'onlarning asossiz hujumlariga javob bo'lganini ma'lum qilgan. Bir kun oldin Tolibon chegara hududlarga qo'shin tortib kelib, harbiy amaliyot boshlagandi. Pokiston mudofaa vaziri Xavaja Asif Tolibon siyosatini qattiq tanqid qilib, o'rtada ochiq urush boshlanganini e'lon qilgan. Ikki tomon ham katta yo'qotishlar haqida xabar bermoqda, lekin tomonlarning bu boradagi ma'lumotlari bir-birinikidan keskin farq qiladi. Pokiston hukumati vakili Musharraf Zaydiyning so'zlariga ko'ra, Tolibonning 133 nafar jangchisi halok bo'lgan va 200 dan ortig'i yaralangan. Shuningdek, 27 ta post yo'q qilinib, 9 tasi egallab olingan. O'z navbatida Tolibon rasmiysi Zabihulloh Mujohid 55 nafar pokistonlik askar halok bo'lgani va 19 ta post qo'lga kiritilgani, toliblar tomonidan esa Nangarharda 8 nafar jangchi halok bo'lib, 11 nafari yaralangani haqida ma'lumot bergan. So'nggi bir necha oy ichida Afg'onistondagi Tolibon hukumati va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashdi. Rasmiy Islomobod qo'shni mamlakat hukumatini o'z hududida amalga oshirilayotgan terrorchilik hujumlarini sodir etayotgan qurolli guruhlarga nisbatan chora ko'rmaslikda, balki ularga boshpana berishda ayblamoqda. Toliblar esa bu ayblovlarni rad etishyapti.